Assalomu Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun Ilhom Qahhorov o'qing faqat yig'lamang asridan bir hikoyani o'qiymiz. Inshaalloh ushbu hikoya sizga va menga foydali bo'ladigan umiddaman. Nega yig'ladim? Bugun shom namozidan chiqib kelayotganimda dadamning yuraklari yomon davolanishlari kerak. Yaxshilar yordam qiling deb mungli ovozda sadaqa so'rayotgan o'smir ko'zim tushdi. O'zimning hayollarim bilan chiqib mashinamga o'tirdim. Biroz vaqt borligi uchun mashinada o'tirib tarjima qilayotgandim. Mendan 1 metr narida kelayotgan shovqin e'tiborimni tortdi. Lassettining egasi sadaqa so'rayotgan o'sha yigit va yana ikkita ayolni oldiga chaqirib gapirayotgandi. "Uka, mana bu pulni olgin-da borib ishlagin. Boshqa tilanma", deb chamanda bir o'ram 5000 so'mlik berdi. Qo'lida bolasi bor ayolga ham 1000 so'mlik bog'lamni berib jo'natib yubordi. Ikkinchisi 70lardan o'tgan tatar millatli ayol bo'lib, ismini ham eshitdim. O'zining aytishicha, masjid yonidagi uyning 8-qavatida yolg'iz yasharkan. Yigit unga ham bir bog'lam pul berib, "Onaxon, man ham shu mahallada turaman. Holingizni bilmagan ekanman. Endi hech ham bu yerga chiqmang. O'zim har hafta oldingizga kirib turaman. Bugun chorshanba bo'lsa, endi juma kuni kiraman", deb gap orasida boyagi tilanchi yigitning otasi haqiqatdan ham yurak shikoyati bilan shifoxonada yotganini, telefon qilib hammasini aniqlaganini aytib o'tdi. O'zim xohlamasam-da guvoh bo'lgan mazkur voqeadan ichim to'lib ketib rosa yig'ladim. Lekin nega yig'ladim, o'zim ham bilmayman. Hali ham shunday yaxshilar borligi to'lqinlanibmi? Muazzam dinimiz shunday buyuk insonlarni tarbiyalay oladigan din bo'lgani uchunmi? Insonlar o'rtasida ezgulik g'oyalarini targ'ib etadigan islom terrorchilik yetishtiradigan din deya zolimona talqin qilinaverishdan o'kinchmi? Bilmadim. Yig'im sababini bilmadim. Eshitganlaringiz uchun rahmat. Ushbu qissa sizga va menga foydali bo'ladigan umiddaman.